Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi Keling. bilet bormi? Yo'q, aka, joylarimiz tugagan. Iloji yo'qmi? Yo'q, umuman biletimiz yo'q. Vaqtida olmaganmidingiz? Hamma Boya yo'lovchilarimiz bitta bemalol. UzAvtotrans Servis MChJ korxonasi tomonidan Yangi yil arafasida yo'lovchilarimizga maksimal darajada qulaylik yaratish maqsadida barcha yo'nalishlarimiz bo'yicha qo'shimcha qatnovlarimiz yo'lga qo'yilmoqda. Eng muhimi, ushbu qo'shimcha qatnovlar bo'yicha ma'lumotlarimiz Telegram kanalimizda darhol yetkazib borilmoqda. Ushbu qo'shimcha qatnovlarga siz chiptalarni Toshkent avtovokzal kassalaridan xarid qilasiz. Lekin sizga yana bir ajoyib taklifimiz, uyda va ishda o'tirgan holda hech qanday vaqt sarflashsiz onlayn ravishda avtoticket.uz saytidan Uzbas hamda ATT mobil ilovalar orqali chiptalaringizni xarid qilishingiz ham mumkin. Qo'shimcha reyslar bo'yicha yangiliklardan xabardor bo'lishingiz bilan zudlik bilan chiptalarni xarid qilishingizni maslahat beramiz. Sababi kundan kunga Yangi yil arafasida chiptalarimiz sotuvi juda ham tezlashib bormoqda. Qo'shimcha ma'lumotlardan va qaynoq yangiliklardan boxabar bo'lib borish uchun ushbu Telegram sahifamizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz va qo'shimcha ma'lumotlar uchun call centrimizning ushbu raqamlariga qo'ng'iroq qilib, kun ma'lumotlardan xabardor bo'lib borishingiz mumkin. Ushbu videoni avtobusga Yangi yil arafasida chipta qidirib yuradigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Albatta, bu ular uchun Yangi yil arafasida kichik Yangi yil sovg'asi bo'ladi.